Xitoy nima uchun serak to'pi ko'zirini hozir o'ynadi? Xitoy serak to'pi ko'zirini nima uchun 2018-yili Amerika o'zak masalasida Xitoyni boqqan vaqtda emas, amdilikda o'yindi. Sababi ilgari Xitoyning o'zida geliy gazi yo'q edi. Bu gaz Xitoyning yuqori texnika sohasini fotolitografiya mashinasidan bakrak bo'g'ib turgan edi. Geliy gazining muhimligi. Birinchi, kuchlik energiyalik. Dongfeng boshqarilgan bombasi qatorliq eng yuqori fan texnikalik qurollarga yiqilg'i qachalash va yiqilg'i eqib ketishni tekshirishda ishlatildi. Geliy gazi bo'lmasa tuyuqsiz portlash xavfi 50% oshadi. Ikkinchi, intayin tuvan temperatura. Suyuq geliyning temperaturasi 0 dan tuvan 269 Selsiya gradusga yetadi. U o'zak yasashdagi fotolitografiya mashinasi va yadro birikishining yadroliq sovutish uskunasi hisoblanadi. Uchinchi, oz va saqlash tez. Havodagi miqdori aran 0,52% ni egallaydi. 2023-yildan burun Xitoy geliy gazini saqlaydigan bakni o'zi ishlab chiqara olmaydi. Amerikaning monopolligi. Raketadan tartib o'zakkicha yadro birikishidan doktorxonalardagi yadro magnitlik rezonansgacha hammasi geliy gaziga muhtoj. Ilgari Xitoy ishlatadigan geliyning 95% Amerikaning qo'lida edi. Amerika 1925-yilda geliyni davlatlik strategik modda qatoriga kirgizgan. Bugungi kunda dunyodagi oldingi 10 cho'ng geliy shirkatining 4i Amerikaga tava. Qolgan 6si Amerika tarafidan patent huquqiga erishgan texnikani ishlatadi. Xitoyning tarixiy ojizligi. 1958-yili Xitoy Sovet munosabati yomonlashganda Sovet ittifoqi geliy gazi berishni to'xtatgan. Chen Shusinning gruppasi 11 yil vaqt sarf qilib, ondan geliy gazini saqlashtirish uskunasini yasab chiqqan. 2 yilda aran 3100 kub metr ishlab chiqargan. Hozir Xitoyning 1 yillik ehtiyoji 20 million kub metrdan oshadi. Shunglashqa 2018-yili Xitoy serak to'pi ko'zirini o'ynay olmadi. Chunki Amerika geliy gazi ko'zirini tutib turgan edi. 2024-yildan keyingi burilish. Xitoy 4 cho'ng bosishni amalga oshirdi. Birinchi, keng ko'lamli ishlab chiqarish. O'tgan yili davlat ichida ishlab chiqarilgan 7 dona geliy gazi saqlashtirish uskunasi ishga kirishtirilib, yillik ishlab chiqarish miqdori 10 million kub metrga yetdi. Bu import miqdorini bevosita yerimga qisqartdi. Ikkinchi, texnikadagi ustunlik. Suyuqlantirilgan tabiiy gazning qoldiq gazidan geliy gazini ayirib olish texnikasini kashf qildi. Sapligi 99,9% ga yetadigan geliy ishlab chiqarib, Amerika texnikasidan ustun turdi. Tanarxi bo'lsa yerimga to'g'ri keldi. Uchinchi, yig'ib olish sistemasi. Biyoda shirkati doktorxonalardagi 50 ming dona yadro magnitlik rezonans uskunalariga ishlatiladigan geliy gazini yepiq holatda yig'ib olish sistemasini yasab chiqdi. To'rtinchi, saqlash masalasi hal qilindi. 2023-yili Xitoy o'zi yasagan geliy gazi qachalaydigan bakni keng ko'lamda ishlab chiqarishga boshladi. Ko'zirni ishga solish. Geliy masalasi hal qilingandan keyin Xitoy serak to'pi ko'zirini dadillik bilan oshkorladi. Amerikada dunyodagi ikkinchi cho'ng serak to'pi koni bor. Ammo ular 9 yil ilgari qayta ishga kirishtirgan zavodni 3 yilga yetmay turibla taqib etdi. Sababi bir qancha bo'lib, birinchisi saplashtirish texnikasi yo'q. Serak to'pini ayirishga necha yuz xil bosqich ketadi. Amerikada bu texnika yo'q. Ikkinchisi bo'lsa tanarx yuqori. Xitoyda butun kasb zanjiri bor. Amerikaning tanarxi Xitoynikidan 3 hassa yuqori. Filmimizni xulosalasak, bu hujum mudofaa vaziyatining o'zgarganligini ko'rsatadi. 2018-yili Amerika Xitoyning 35 turlik texnikasini bo'g'ib qo'ygan edi. Bugungi kunda Xitoy buning 29 turida o'z-o'zini ta'minlashni amalga oshirdi. 8 yil vaqt sarf qilib, geliy gazidagi 95%lik import qilishdan darajadan tashqari sab geliyni ishlab chiqarishgacha yetib, Amerikaning monopolligini buzib tashladi. Yaqinda Xitoyning yadro birikish haqidagi yaxshi xabarlarning ko'payishi dal mushu geliy gazi masalasi hal qilinganligi uchundir. Eskartish. Xitoy yana AUI fotolitografiya mashinasi, yuqori darajalik fotolitografiya yelimi qatorliq 6 turlik texnikada Amerika tarafidan bo'g'ilyotdi. Yuqorqilarni qisqacha tahlil qiladigan bo'lsak, bu xabar Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi texnika urushining yuzaki qatlamidagi o'zak urushidan olqib, cho'nqur qatlamdagi strategik bo'g'ish nuqtalari urushiga kirganligini ko'rsatib beradi. Buni bir necha nuqtada to'xtalib boqaylik. Birinchi, geoiqtisoddagi bo'g'ish va bo'g'ishdan qutulish. Geoiqtisodda bir davlatning kuchi uning ishlab chiqarish kuchiga emas, balki raqibining ojizlik halqasini tepib, shu yerdan bo'g'ishiga bog'liq. Amerika Xitoyning geliy gazidagi ojizligini tunib, uning serak to'pi ko'zirini o'ynashiga yo'l qo'ymagan. Bu xuddi qurol-yarog' ombiringiz bo'lsa-mu, uning ochquchi raqibingizda bo'lganga o'xshaydi.
Xitoy 8 yilda bu ochqishni o'zi yasab chiqib, geliyni hal qilib, ondan o'zining haqiqiy quroli Sirak to'pini ishga soldi. Bu ta'minot zanjirining mustaqilligining hal qiluvchi rolini isbotlaydi. Ikkinchi, Sirak to'pi. Ikki bisliq qilich va Sharqiy Turkiston. Xitoyning geo-iqtisodiy koziri bo'lgan Sirak to'pining dunyo ishlab chiqarishidagi g'oyat zo'r nisbati, uni pishiqlab ishlash va saqlashtirish texnikasi Sharqiy Turkiston bilan zich munosabatlik. Strategiyalik ziddiyat. Yevropa bir tarafdan Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi sababidan Xitoyga jazo yurgizmoqchi bo'ladi. Yana bir tarafdan o'zlarining yeshil energiya inqilobi va davlat mudofaa sanoatida asosliq manbasi Sharqiy Turkiston bo'lgan Sirak to'pisiga jon tomordan bog'lanib qolgan. Xitoy geriydak o'zining ojizligini tugatgan sari G'arbning bu ojizligidan foydalanib Sirak to'pi orqali jazoga qarshi jazo yurgizish iqtidori kuchaydi. 3. Da'voyimizga bo'lgan ta'siri. Bu vaziyat da'voyimiz uchun intayin murakkab bir geopolitik muhit yaratadi. Xitoy o'zining texnikalik mustaqilligini qancha kuchaysa, G'arbning iqtisodiy besimi shuncha ojizlaydi. Amerikaning o'z davlatidagi Sirak to'pi konini qayta echib, tanarix va texnik sababidan mag'lub bo'lishi G'arbning Xitoyga bo'lgan bu strategik beqindilikdan qutulishining naqadar qiyinligini ko'rsatadi. Shunglashqa Xitoy Sharqiy Turkistonning boyligini bir geo-iqtisodiy qalqon qilib, Sharqiy Turkiston masalasi sababli keladigan xalqaro besimlarga qarshi turibdi. Gelidagi bosish bu qalqonni texmi mustahkamladi. Bu to'g'risida texmi tafsiliy ma'lumotga erishishni xohlasangiz, Sirak to'pi va Amerika Xitoy surkilishi degan filmimizni ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Bizni qo'llaganingiz, o'zingizni qo'llaganingiz. Boshqalarga tavsiya qilishni unutmang.